tog' va tog'oldi hududlari aholisi ogoh bo'lishi so'raladi. Ma'lumki, erta bahordan boshlab kunlarning keskin isib ketishi natijasida zararli chigirtkalar tarqalishi xavfi ortadi. Shu sababli chigirtka bosqini bilan bog'liq har qanday holat kuzatilgan taqdirda fuqarolar tezkor shtabga bevosita murojaat qilishlari mumkin. Murojaat kelib tushgach, qisqa muddat ichida maxsus guruh hududga yetib borib, zararkunandalarga qarshi zarur choralarni ko'radi va aholiga amaliy yordam ko'rsatadi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 464 34 74, 710 69 11, 94 kodi bilan 268 62 06. Eslatma, chigirtka bosqini bilan bog'liq holatlar kuzatilganda mahalla fuqarolari, tog' va tog'oldi hududlar aholisi sarosimaga tushmasdan vaziyat haqida o'z vaqtida tegishli xizmatlarga xabar berishlari so'raladi. Zararli chigirtkaga qarshi kurashishda aholining hamjihatligi va tezkor xabardorligi muhim ahamiyatga ega. Viloyat chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmati